Dadamga o'zi prank qilamiz. Tarvuz so'yib o'zlariga solib olib kelyaptilar. Ha, keyin nima bo'ldi? Oshqozoningni yuvdiryapsanmi endi? Voy xudoyim-a. O'zi aytishyapti hozir tarvuzda hamma otravleniya bo'lyapti deb. Hamma hozir hamma yoqda virus bo'lyapti tarvuzdan. Voy xudoyim, oshqozonni yuvdirasanmi? Voy tavba, infeksionda yotasanmi? Rosta ko'p siningdan bo'lib qoldimi? Voy xudoyim. Hozir tarvuzlarga nimalar qilishmayapti? Tavba qildim. Nima o'stirishyapti tarvuzni? Ha, tarvuzdan bo'lishibdi. Hozir tarvuzga har xil ukollar qilib, katta qilishyapti ekan-u. Anaqa teplitsalarda hamma kasal bo'lyapti tarvuzdan. Tashlab boraymi? O'rayapti-da. Hazillashyapman dada. Mazam qochyapti gazingiz yo'lyapti. Orani ishontirib olsa shunaqada. Yo'ring, hazillashdim, yo'ring. Yo'q, hazillashmadim, rostdan ham o'tyapti. Endi ham ishonmayman.